Ko'pchilikning menga beradigan savoli: Instagramdan pul topasizmi deydi. Keyin yana qaysi ijtimoiy tarmoqlardan pul topsa bo'ladi deb judayam ko'pchilik so'raydi-da. Mana shu savolga bitta qilib atvet qilib javob bermoqchiman. Ya'ni, albatta Instagramdan har qanday qilib pul topsangiz bo'ladi. Masalan, reklamalar bo'yicha Instagram orqali daromad topishingiz mumkin. Har qanday mahsulotlarni reklama qilib berasiz, ulardan bemalol pul olib turaverasiz. Bitta reklamalaringizning narxi obunachingizga qarab, ya'ni aktivlik darajangizga qarab, o'sha har bitta reklamangizning narxini belgilashingiz mumkin. Instagramda yaxshigina daromadga chiqib olaverasiz reklamalar olib. Uning uchun endi aktiv ham zo'r bo'lishi kerak, ya'ni obunachilaringiz ham yetarli darajada bo'lishi kerak. Keyin yana qaysi ijtimoiy tarmoqlardan daromad topsa bo'ladi debsizlar? Instagramdan tashqari shu TikTokdan daromad topishingiz mumkin. Pul ishlab olishingiz mumkin. Keyin Likey'dan ham bemalol daromad topaverasiz. Ya'ni u ham xuddi shu TikTokka o'xshagan bo'ladi. Lekin unda boshqacharoq. Lekin o'sha ham Likey'dan ham bemalol $1000, $2000 pul ishlab olsangiz bo'ladi. Endi unga o'ziga yarasha mehnatlari bor. Hamma shartlarni bajarib, vazifalarni bajarib tursangiz, bemalol Likey'dan ham pul ishlayverasiz. Aytmoqchi, bundan tashqari yana YouTube orqali ham monetizatsiyaga ulanganingizdan keyin sizni shu videolaringizni prosmotrlariga ham pul to'lab turadi. Bemalol YouTube orqali ham yaxshigina pul ishlab topaverasiz. $500, $1000, $2000 har xil pul ishlayverasiz. O'zingizni videolaringizni sifatiga bog'liq, qo'yayotgan videolaringiz ko'rilishiga bog'liq har xil. Shunaqa. Xohlagan ijtimoiy tarmog'ingizdan pul ishlab olishingiz mumkin. Faqatgina bu o'zingizga bog'liq-da. Qanaqa qilib pul ishlash? Xohlasangiz prosmotrlar orqali ishlang. Har qanday ijtimoiy tarmoqda ham prosmotrlarga pul to'laydi. Masalan, Likey ham ma'lum bir darajasiga 100 mingta qilib yig'ib, o'sha darajalarga yetib olganingizdan keyin har bitta qo'ygan videolaringizni prosmotrlarga to'lab beradi. Sovg'alar, podarkalar jo'natadi. Ular ham pul bo'lib tushadi sizga. Likeyda masalan. Men Likeyda ko'p ishlataman, Likeyda. Shuning uchun shunaqa sekin-sekin har bitta ijtimoiy tarmoqdan pul ishlab topaverasiz. To'g'ri, ilkis katta pul yo'q hech qayerda. Men sizlarga to'g'risini aytaman. Ba'zilar juda katta pulga ishladim. 2000, 4000, $5000 pul topyapman deydi. Ular o'sha davrda mehnatini qilib qo'ygan yoki-da endi chiqayotganlar mana shunaqa gap aytayotgan bo'lsa, ularga ishonib o'tirmanglar. Darrov chiqib sizlarga olma-pesh og'zimga tushmas. Birov 2000, 20000, $10,000 pulini sizlarga tekinga berib qo'ymaydi. Ularga yarasha mehnat qilasizlar. Har bitta ijtimoiy tarmoqda ham o'ziga yarasha mehnatlari bor. Ularni qilib qo'yganingizdan keyin sekin daromadga kirib, pul ishlashni boshlayverasizlar. Boshida shu 100 ming, 200 ming, 500 minggacha pul ishlayverasizlar. Keyinchalik esa ketaveradi. Pul ishlash. Shunaqa hech qayerda katta pul darrov sizga berilmaydi.